Siz qachonlardir odamlar bilan to'la bo'lgan xonada bo'la turib, o'zingizni butunlay ko'rinmas odamdek his qilganmisiz? Bu deyarli kimsasiz orolda qolib ketib, atrofingizdagi odamlar bilan muloqot qila olmaslikka o'xshaydi. Biz hammamiz o'sha yerda bo'lganmiz, lekin yolg'izlik sizning doimiy hamrohingiz bo'lsa, unda siz u haqida bir qancha ma'lumotlarni bilib olishingiz kerak. Birinchi navbatda, siz qachon yolg'izlik hissini tuyayotganligingizni bilib olishingiz kerak. Siz yolg'iz emassiz albatta, bilaman. Bu jo'n eshitilishi mumkin, lekin bu tuyg'u siz o'ylagandan ko'ra ko'proq uchraydi. Psixolog doktor Liza Firestone aytishiga ko'ra, voyaga yetgan 20 ming AQSh fuqarolarining ichidan qariyb yarmi o'zlarini yolg'iz his qiladilar. Bilamizki, insonlar ijtimoiy mavjudotlar hisoblanishadi va bu holat ming yillardan beri shunday bo'lib kelgan. Shuning uchun ham biz tarixdan qadimgi qabilalar va koloniyalar haqida bilamiz yoki maktabda o'qib yurgan chog'imizda e'tibor berganmiz. Qadimgi qabilalar tabiatning og'ir sharoitlarida omon qolishga intilishdan paydo bo'la boshladi. Garchi biz hozir yegulik uchun kurash olib bormasak, yirtqichlardan qochmasak ham, instinktlarimiz bizda yolg'izlik hissi kuchayganidan boshlab boshqa insonlar bilan birga bo'lishga majburlaydi. Bu bizdagi omon qolish uchun ijtimoiy aloqa o'rnatishni ta'kidlab turadigan tabiiy eslatmadir. Yolg'izlik bu sizga qiziq narsalar haqida suhbatlasha oladigan odamlarning yo'qligini va atrofdagilardan ajralib qolishlik hissidir. Hozirda biz yashayotgan zamonaviy dunyodagi ijtimoiy aloqa vositasi bu ijtimoiy tarmoqlardir. Biz albatta bir tugmani bosish orqali butun dunyo bo'ylab do'stlar orttirishimiz va ular bilan aloqada bo'lib turishimiz mumkin. Lekin bu odamlar o'rtasidagi doimiy muloqot va suhbatdoshingizning haqiqiy hissiyotlarini bilib olishdan mahrum qiladi. Siz har safar lol deb yozganingizda baland ovoz bilan mazza qilib kulmaysiz-ku, to'g'rimi? Tadqiqotlarda qayd etilishicha, 200 ming odamdan atigi 50% har kunlik ma'lum bir munosabatlar asosida ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilishadi. Masala shundaki, ijtimoiy tarmoqdagi minglab kuzatuvchilar, do'stlar insoniylik munosabatlarini o'rnini bosa olmaydi va bu yolg'izlik hissi ma'lum bir sabablardagina kelib chiqishi ham mumkin. Balkim siz yangi joyga ko'chib kelgandirsiz yoki shunchaki ijtimoiy muloqotga vaqti yo'q doimiy band odamdirsiz. Nima sabab bo'lishiga qaramay, yolg'izlik hissi tabiiy reaksiya bo'lib qoladi va hatto jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar siz o'zingizni tez yolg'iz his qilsangiz va bu sizni baxtli va sog'lom hayot kechirishingizga to'sqinlik qilsa, tuyg'ular qanchalik tabiiy bo'lmasin, agar ular tez takrorlansa, natijasi halokatli bo'lishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yolg'izlik tez takrorlanavergan holatda insonning immun tizimi yo'q qilishi mumkin ekan. Uzoq muddatli yolg'izlik, tushkunlik va taqdirga tan berish kabi holatlarga qaramasdan qarish jarayonini tezlashtirishi mumkin. Sababi u hujayralar yangilanishiga qarshi ishlaydi. Yolg'izlikning eng yomon tomoni shundaki, u sizning ustingizdan hukmronlik qiladi. Siz insonlar bilan yangi aloqalar o'rnatayotganingizda qiynalasiz. Birinchi, muammoni tan olish. Eng muhim masalalardan biri bu yolg'izlikning muammoga aylanganligini tan olish. Maqsadlaringizga erishishdagi yoki shunchaki butun umringizni yashashdagi to'sqinlik. Hislaringizni rad etgan holda oxir oqibat o'tib ketadi-ku, o'zimni ish bilan chalg'itaman deb o'ylash. Bilib qo'ying, muammoni hal qilishdan oldin uni tan olish kerak. Ikkinchi, bu sizning aybingiz emas. Esingizda bo'lsin, bu hamma bilan sodir bo'ladi. Baxt, g'azab, muhabbatga o'xshash tabiiy holatdir. Bilib qo'ying, siz shunchaki g'alati, besunaqa daydi odam emassiz. Sababi sizning atrofingizda ko'p odamlar bo'lsa ham o'zingizni yakkalanib qolganini his qilasiz. Muammo shundaki, biz o'z hislarimizni nazorat qila olmaymiz va yuragimiz bizga aytayotgan narsani tanlay olmaymiz. Siz shunchaki uni eshitishingiz va uni nimadir qilishingiz kerak. Uchinchi, hamma joydan taskin qidirish. Meni noto'g'ri tushunmang, gap foydasiz muammoni hal qilishingizdan yordam bermaydigan chalg'ituvchi narsalar haqida ketmayapti. Bu yuzingizda kulgu paydo qiladigan xohlagan narsa bo'lishi mumkin. Xoh u yaxshi kitob bo'lsin, xoh u kuchugingiz bilan o'yin. Agar o'zingizni hobbingizga ega bo'lsangiz, unga butun qalbingizni bag'ishlang. Agar u yo'q bo'lsa, nega uni topishga urinmasligingiz kerak? To'rtinchi, faolroq bo'ling.
Atrof muhitning o'zgarishi va bir qancha jismoniy mashqlar nafaqat tanangizga, balkim aql idrokingizga ham foydali bo'lishi mumkin. Mashqlar sizning kayfiyatingizni ko'taruvchi, ijobiy fikrlashni uyg'otuvchi kimyoviy vosita endorfinning ishlab chiqarishiga yordam beradi. Siz buning uchun sport zallariga qatnashni boshlashingiz shart emas. Shunchaki sayr qiling, xiyobon aylaning. Oddiygina quyosh nuri va toza havodan nafas olish kayfiyatingizni bemalol ko'tarishi mumkin. Agar idrokingiz va tanangizni tartibga keltirmoqchi bo'lsangiz, yoga bilan shug'ullanishingiz mumkin. 5. Muhtojlarga yordam bering. Boshqalarga yordam bergan holda o'zingizni fikr-o'ylardan chalg'itishga harakat qiling. Albatta siz volontyorlik, qariyalarning uylarida yordamlashish yoki boshpanasiz odamlarga ovqat tayyorlab tarqatishda qatnashib, o'zingizni chalg'itishingiz mumkin. Hattoki boshpanasiz jonzotlar uylari ham mavjud. O'zingizni kerakli va muhim odamdek his qiladigan ishlar bilan shug'ullaning. Bundan tashqari siz boshqa odamlar bilan munosabatda bo'lasiz. Bu esa o'zingizni yolg'izsiz qilishingizga to'siq bo'ladi. Ongingiz ijtimoiylashishni xohlaydi. 6. O'zingizning baxtli hududingizni yarating. Bilaman, bu siyqasi chiqqandek eshitilishi mumkin, lekin bu foyda beradi. Hattoki ko'zingizni qisqa muddatga yopgan holda o'zingizni baxtli, xotirjam his qilgan joylaringizni yoki bormoqchi bo'lgan, orzu qilgan joylaringizni tasavvur qilgan holda o'zingizni xursand qilishingiz mumkin. 7. Aloqaga kirishishga harakat qiling. Qanchalik qiyin bo'lmasin, siz kim bilandir muloqotga kirishishingiz kerak. Nimalarni his qilayotganingiz, nimalarni boshdan kechirganingizni kimgadir aytishingiz kerak. Iloji boricha odamlar bilan ko'rishish, ular bilan suhbatlashishga, dardlashishga harakat qiling. 8. Kundalik yozishni boshlang. Terapevtlar bu usulni yillar davomida tavsiya etib kelishadi, chunki bu rostdan ham foyda beradigan usul. Yolg'izlik hissi bu siz bilan hech kim gaplashmasligiga ishonishingiz, balkim sizda shunchaki do'stlar yo'qligidir. Biroq siz baribir ham vaziyatdan chiqishingiz kerak. Kundalik tuting. Kundalik siz uchun his-tuyg'ularingizni ifodalash uchun eng xavfsiz joydir. U sizni muhokama qilmaydi, muloqot mavzusini o'zgartirmaydi, gapingizni bo'lmaydi. U shunchaki siz uchun fikr-hayollaringizdagini to'kib soladigan joy. Albatta, siz yuqoridagi tavsiyalarni bir-biri bilan aralashtirishingiz mumkin. Agarda siz yolg'izlik bilan kurashishning boshqa yo'llarini bilsangiz yoki o'zingizning shaxsiy tajribangiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, video kommentariyada qoldirishingiz mumkin.